har doim do'stlarimizga ham yaxshi narsani ilinganmiz. Shaxsan o'zim ko'rsanglar bo'ladi. Central Queensland Universiteti Said Ahmad Mahmudov Master of Business Management 2021 tamomlaganman va University of Sunderland esa 2018 tamomlaganman. Xuddi shu men bilan bir xil vaqtda tamomlagan og'aynim, hamshaharim Dilshodbek bankda ishladi, uchebniy sentrlarda ishladi va turli xil joylarda, turli xil pozitsiyalarda ishlab, oxiri do'st, endi men magistratura o'qimasam bo'lmaydi, qaysi davlatda tavsiya berasan deganda Avstraliyani dedim va xudoga shukr bugun vizasi chiqdi. Kelinglar, sizlarga tanishtirib o'taman. Mana vizalarini ko'radigan bo'lsak, 20-may 2026 vizasi chiqyapti. Dilshodbek Muzropov, yilini qaraymiz, 27-julay 95-yili 2026 dan 2028-sentyabrgacha viza berilyapti va o'qishi, mana COE'si bor, bu yerda Confirmation of Enrollment deyiladi, Master of Business Managementga. Agar sizlar ham Avstraliyada magistratura, bakalavr dasturlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, albatta sizlarga yordam beramiz.